Xoldibonbek, Stechka bozoridan gapiramiz. O'zimizcha zo'r abzor qilib, o'rdaklarni olib chiqdik. Xo'raz makonlarni. Ana endi bu bozorga kirib olasiz. Mashina ho'rada qolib ketgan. Bir 100 qadam, 150 qadam bor. Bozor to'lib bo'lgan. Hayolimda manekka qo'yaman deb o'yladim, bozorga yaqin. İşimiz puxta bo'lmadi, cho'ta. Vaqtliroq chiqish kerak ekan. Soat 5:30. Bozor уже gavjum. Mashinamiz mana. Bozorni arag'ida. O'rdaklar bosib olganmiz, o'zimizcha. Voy tavba. Endi apot olish problema bo'lyapti. Gidroponikani yeyish haqida bitta informatsiya. Agar rolton deganda yeyapti, o'zi ham mazza qiladi. Hech narsa qolmaydi. Ishtaha bilan yeydi. Bu pay chorvaga ham, parandaga ham tayyor yemakanda. Yem qimmat u. Qarang, 1 kilo bug'doy, 1 kilo 200 dan soldim, 1 kilo 200 bug'doy, 3 kilo 600, ba'zilari 3 kilo 500 bo'ldi. Pishgandan keyin. Zo'rda, mana 1 kiloga 3 kilo. Yeyishini ko'rsangiz-chi. Maza qilib yeyishadi, ham vitamin. Tuxum tug'mayapti, kurk bo'lmayapti degan savollarga mana shu yechim bo'ladi, xudo xolisa. Chunki vitaminda bu, g'ich vitamin ekan. Xo'sh. Kurkularimiz bo'yicha informatsiya va qorong'iga mana yerda yotibdi. Mana yerda yotibdi. Mana endi joy qilyapti. Mana informatsiya. Yeyish haqida balki kimdir qiziqayotgan bo'lsa, mana xudo xolasa natijasi. Mana qoravoy. Qoravoy, ariqqa tushib ketdi abdullah. Osh, yonbosh. Sut ichgandan keyin rosa og'irlashib ketar ekan. Qiziqim, kichkina qo'zichaqda sut beryapti, dumba paydo bo'lib qoldi. Qarang, lekkilashini ko'ring. Bu bayirda ko'rsangiz-chi, ko'zlari lazerning ko'zi, buni ko'zi. Bu arasha emasmi? Qulog'i qarang kattaligini, to'y uzunligini. Dumbani ko'rib qo'ying, lingillashini. Sut shu darajada bir hali tiniq qilib yetiltirib qo'yar ekan. Ertalab 05 ichadi, obedda 05 ichadi, shomda 05 ichadi, soat 1larda yana 05 ichadi. 2 litr ichyapti. Ma'lumot o'rnida. Lekin Xudoga shukr bir dumbalari chiqib qoldi kichkina. Ana bu ham kelganda tirraq kartoshka edi. O'ynashini ko'rib qo'ying. Mana sut yemayapsa, shuni yugurib kelib ana bitta uradi mana uni. Bakirashgani olib oladi. Bir shok ekan inshaalloh. Qarang, ancha yillashib qoldi. Xullas, kayib qolasiz ekan. Kichkinasini olsangiz. Bunaqa kattasini olsangiz, ishingiz bo'lmaydi ekan. Lekin bunaqa o'yin qaroliga yoningizda o'ralashib yurishi kayib berar ekan. Keyin qiyin emas ekan, ma'lumot o'rnida bu ham. Boqib olish qiyin emas ekan buni. Sutini berib qo'yasiz, bo'ldi, ishini qilib ketaveradi o'zi. Hech kimga qaramay yotaverar ekan. O'sha kech payt salqinda uzoq o'ynashib qo'yar ekan lekin. Mana biz kattamiz. Seshgan olganmiz. Qarang. Bu jicha sal doldurroq ekan. Bismillah. Tezda bo'shamaydigan, tezda to'lmaydigan basseynimiz. Och. Bir kun turganiga qolgan suv qurib ketibdi. Mana yerda chuqurda g'ish bor edi. Chiqara olmadim uni, qatib ketibdi. Xuddi mana shunaqa qilib livno qilib qo'ydim. Suv borib, ashaga joylashadi, mana bu yerga tushadi qildim. O'xshamadi. Bo'lganicha tozalab oldik. Yomon emas. Acha loypoylar qoldi. Endi bu 13-hudud lavandalarga tegishli. Ikkita xo'rozchasi bor, 4 ta makonchasi bor. Bittasi hozir keladi. Bittasi ko'rib bo'ldi. Asallarni ko'rsangiz, yaqinroq ko'rsataman. Go'zalligini ko'ring. Ha? Zo'ra. Petuxlarni ko'rsangiz-chi. Bu region endi bularga. Bismillah.